Navbatdagi paketimiz oltin paketi hisoblanadi. Oltin paketiga hamkor bo'lish uchun 3.420.000 so'm to'lov to'lanadi va oltin paketimiz 165 PV hisoblanadi. Oltin paketimizga 9.600.000 so'm voucher puli tashlab beriladi. Ya'ni bu 50% da mahsulotlarni xarid qilish uchun. Oltin paketimizni 3 xil kunlik daromad turini hisoblab ko'rsatib bermoqchiman. Siz mana oltin paketiga hamkor bo'ldingiz va ikkita qo'lingizga ham o'zingizga o'xshab oltin paketiga hamkor qildingiz. Shu joyning o'zida 3 xil kunlik daromad turimiz sizga tashlab beriladi. Bularning birinchisi liniya daromad turi. Liniya daromad turidan oltin paketi uchun 478.800 so'm pul tashlab beriladi. Ya'ni ikkita insonni hamkor qilganingizning o'zida birinchi liniyangiz to'lgan hisoblanadi. Shu summani olishingiz mumkin. Ikkinchi daromad turimiz binar daromad turi hisoblanadi. Bunda ya'ni B2 nar pul degani yapon tilida. Bunda sizga o'rtadan chizib qo'yganman. Ikki tomoningizda birga bir juftlik hosil bo'lganda tashlab beriladigan pul hisoblanadi. Ya'ni oltin paketi uchun 115.200 so'm pul tashlab beriladi va uchinchi kunlik daromadimiz shaxsiy taklif deb nomlanadi. Shaxsiy taklif ya'ni bu ikki insonni o'zingiz shaxsan taklif qilib hamkor qildirgan bo'lsangiz shunda tashlab beriladi. Ya'ni ikkalasi ham o'zingiz shaxsiy taklifingiz bo'lgan taqdirda 82.200 so'mni 2 ga ko'paytiramiz, ya'ni 164.400 so'm pul mablag'i sizga tashlab beriladi. Shu joyda ikkita inson o'zingiz shaxsingiz bo'lgan taqdirda umumiy miqdorda sizga oltin paketimizdan 3 xil kunlik daromad turidan 758.400 so'm mablag' tashlab beriladi. Agarda shaxsiy taklifning bittasi yoki agar ikkalasi ham sizning shaxsiy taklifingiz bo'lmasa yozdirgan insonlaringizdan, uchinchi shaxsiy taklif daromad turi sizga tushmaydi-da, kim shaxsiy taklif qildirgan bo'lsa o'sha insonga tushadi. Agar bittasini siz taklif qilib, bittasini boshqa inson taklif qilib yozdirib bergan bo'lsa, unda shaxsiy taklif daromad turini bittasi sizga, ikkinchisi bo'lsa kim boshqa inson taklif qilgan bo'lsa o'shanga tashlab beriladi. Shuning uchun yangi hamkor bo'lgan insonlarimizga aytamiz, maksimalni o'zingizni ikkita qo'lingizdagi insonni shaxsiy taklif qilib, o'zingiz taklif qilib yozdirishingizni maslahat beramiz shu joyda.